Gentraga sarflanadigan pulni Sparkga sarflasa nima bo'lishini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Navbatdagi loyihamiz Spark avtomobili. Avtomobilni qalbingizdan ham oq bo'lib turishining asosiy sababi 3 etapli detailing polirovka bo'lgan. Xarakteri ham ancha-muncha jim bo'ldi, sababi 3 va 4 qavatli maksimal darajada shumizolyatsiya qilib berganmiz. Ikkinchi pozitsiya bilan 3-pozitsiyani orasidagi katta farqni shu kichkina element bilan qisqartirdi. Hozirgi kunda avtomobilni interyerini qimmatbaho qilib ko'rsatadigan detallardan bittasi bu, albatta, karbon detallar hisoblanadi. Avtomobilimizga Kovanning karbon dizaynini qilib berganmiz. Xudo xolasa bu karbon detallarga biz 2 yil garantiya beramiz. Mijozimizga yanada qulayroq bo'lishi uchun multimedia tizimiga Android monitor o'rnatib berganmiz. Bu monitor bilan bemalol navigatsiya, YouTube va shunga o'xshagan ilovalardan bemalol foydalanishlari mumkin. Eshiklarni ochishingiz bilan birinchi o'rinda salon osvesheniyalar sizni e'tiboringizni tortadi. E'tibor berasizlar, mashinaga ancha-muncha chiroy qo'shib turibdi. Mijozimizga umumiy hisobda 15 xilcha xizmat ko'rsatganmiz. Sonsiz ishda avtotikan va shunga o'xshash xizmatlar, lekin biz sizlarga eng asosiylarini ko'rsatdik. Bu avtomobil haqida Xudo xolasa egalarining fikrlarini ham ertaga so'raymiz.